Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun bir ishimizni yakunladik. Bu ishimizni Andijon viloyati Buloqboshi tumani Do'lan qishlog'iga olib kelib qo'yib berdik. Bu yerga Akfa alyumindan Zolotoy korishniy deymiz xalq tilida. Zolotoy svetka steklo paket 2 qavat oynaga terasga olib kelib qo'yib berganmiz. Oyna steklo paket bo'lgan. 10 metr joyiga terasda qo'yganmiz. Pastigacha bo'lgan, bo'yi 3 metr 292 bo'lgan, salkam 3 metr bo'lgan. Endi har bitta oraliq 225 dan sof 10 metr bo'lgan. Bitta eshik ochilish qilib berdik. Ikkita joyda rom ochilish qilib berdik. Setkalari bilan bitta chekkada portchalarni qilib berganmiz. Bundan tashqari yana bitta eshik bitta rom olib keldik. Romlarimiz 1.28 ga 1.60, eshigimiz 1.20 ga 2.32 bo'lgan. Bir qator ochilishlarni ko'rib beramiz. Pastini alkafon qilib berdik. Sanga ko'tarib berdik, balandroq qilib. Ustunlarini har doimgidek alkafonda butun serlik qilib urib berdik obunachilarimiz. Chekkasini ham baquvvatidan qo'yib berganmiz, ustunlarni ham chiroyli qilib urib berganmiz. Akfan o'zining ruchkalarida, o'zining firmaning ruchkalarida qo'yib berdik. Ochilishlari yaxshi oldi xudo xolasa. Portichkamizni mexanizm qo'yib berganmiz. Portichkamizga ham setga qo'yganmiz. Hozir ozgina ishlari qoldi, rezinka solish ishlari. Yakunlayapmiz. Rom ochilishlari ham xudo xolasa chotga chiqdi. Ikkita portichkamiz bor, undan tashqari 1 metr 50, uni joyi tayyorlamagan uchun qo'yib olmadik. Maskitni setkalari bilan qilganmiz mana. Setkalarni ham qishda olib, yozda soladigan qilib o'rnatib qatirib berdik chiroyli qilib. Bu yoqda ham bitta romimiz bor. Romimiz bir ko'z ochiladigan qilganmiz. Bu eshigimizni ham ruchkalarni originaliga qo'yib berganmiz xudo xolasa. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, общий hamma ishimizni 19 million 700 ga setkalari bilan qo'yib berdik. 16 million 10 metr verandasi bo'ldi. 30 kvadrat, ikkita portichkasi bilan. Aytganimizda oyna steklo paket bo'lgan, moyka apparati yopishtirilgan. Bitta eshik, bitta romimiz 3 million 700 bo'lgan, 2 qavatli oyna, oynalari ham 2 qavat, bitta eshik, bitta romni ham setkalari bilan bo'lgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99 909 95 91. Xizmatlardamiz, Telegram va WhatsApp hammasi ishlayapti. Kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimizni xudo xolasa ko'rib turasizlar. Podpiska, like bosishdan chiqmasin. Hammanglarga rahmat. Sog' bo'linglar.